Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana qaranglar. Go'zal bo'ldi. Agar o'tam sekin-sekin bo'lyapti, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib. Mana shu narsani niyat qildim. O'zi yerda yaxshi ko'radigan bo'laman-da. Yoshligimdan yerda ichida katta bo'lganman, obunachilar. Haligi bunaqa ishlar chepuqayu, lekin mana blogerlik, mayda syomka, montaj bilan vaqt bo'lmaydi, lekin bu qaranglar go'zal bo'lyapti. Ozmetlarni ham agatini olib, bugun xudo xolasa kuzatib borsanglar, juda bir surprizli ishlar bor. Yaxshidan oldilaymi o'zlar, obunachilar. Assalomu alaykum, yana bir bor. Qadrdonlar, opalarimiz go'zal qilishyapti. Agar o'tdi kartochkalar chopilib, agatlari olindi. Endi u bolgar, pomidor bor, u yerda bilasizlar. Ana shu yerda xudo xolasa pomidor bilan bolgar ham yaxshi bo'lib ketsa, xudo xolasa go'zal bo'ladi. Videolarda obunachilar, endi vaqtda bo'layotgan ishlar ko'rsataman. Qadrdonlar, bugun surpriz bor. Sheril akamga surpriz qilamiz. Sheril akam xabar yo'q u narsadan, lekin anchadan beri sizlarga ham aytib, zo'rg'a chidab yurgan narsam bor. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qarindoshlarim choydamlar beradi. Tanjoni sos, yaxshi ham boshligi. Bizga ham choydamlar beravering. Sheril aka, hozir tashkilga harakat bo'lyapti, obunachilar. Kechani trafikda tozalab berganman. Sizga bitta surpriz bor. Hammalaringga ilhom tog'a. Shunaqangi surpriz bor. Xursand bo'lamizmi? Xursand bo'lishni qo'ying. Xursand bo'lish a'da tursin. Вообще, hali ko'kka uchamiz bugun. Uchasizlar bugun. Men eshitganimda uchib qo'yganman. Bir qop semiramiz. Ha. Nima ekan hasharchilar kelyapti? Ya, hasharchi emas. Hasharchidan zo'r narsa. Shunaqangi narsa ko'zlaringizga yosh kelib ketsa kerak aka. Rahmat, Sheril akamga surpriz qilaylik obunachilar. Hozir keladi aka. Ko'rasiz. Sizga yana qolib keldim, kilonka aytma, savob bilaman. Surprizga mana ishlaydi, strech. Ana bir xil joylar tagiga sog'organ kilonka olib keling, ikkasi tashgan tagiga to'g'ri. Eng qimmat nom bu. Ilhom to'g'ri? Bitta sizlar bas. Obunachilar ham xursand bo'ladigan surprizda u. Bugun obunachilar ash surprizni ko'rib 5000 ta like bo'lmasa men juda diqqat qilib qolaman. Shunchalik surpriz bo'ladi, 5000 ta like bo'lmasa bu juda uyatlanadi. Shuning uchun hozirdan bosib ko'ringlar. Shu video davomida surpriz keladi. Sheril akamizning ko'zini bekitamiz-da, Bobur aka. Siz yonidan shu olasiz, chiqib ketib qolishi ham mumkin-da. Oyoq qo'lni baylab olamizmi? Oyoq qo'lni baylab qo'ying. Xavotir olaman. Nimaga? Yurak ko'ngli bo'shroq. Sal hali ta'sirlanib ketsa, O'zini tashlab yuborsa. Xotam Ko'z yoshlarimni ekranga ko'rsatmanglar-da. Lotinchada qadrdonlar, xotam to'g'ri yozsanglar, Sheril akam ko'z yoshlarini Instagramda ko'rasizlar, trendga ketyapti Instagramda. Sheril akam bilan Bobur akam. Shunaqangi roliklar qilinyapti. Endi haligi rolikni ko'rib, yo kulishingizni, yo yig'lashingizni, yo xursand bo'lishingizni bilmaydigan videolar bo'lyapti. Shuning uchun YouTube'dan tashqari Instagramimizga ham, hozir hammada Instagram bor. Instagramga ham o'ta obuna bo'lib qo'yinglar. Tez kunda Instagramda 200 ming bo'lamiz, xudo xolasa. YouTube'da orqada qoldirib olyapti Instagram obunachilarimiz. Xo'p, mamlakatga taqabbal uyimizga qaldirg'ochlar kirib chiqyapti. Obunachilar qaldirg'och kelsa baraka bo'ladi deydi-yu, hamma xonadonga ham kiravermayman qaldirg'och deydi-yu obunachilar. Qaldirg'ochlar kirib keladi shu uylarimizning ichida, xudo xolasa. Ozgina qoldi qadrdonlar, qo'llab-quvvatlab turinglar, kartalarga befarq bo'lmanglar asosan. Mana shu pastga qo'yilgan 62 bo'lib boshlanayotgan O'zbekiston kartamiz bor. Ulangan nomer deb nomer ham qo'yib qo'yganmiz. Koreya, Yevropa davlatlaridan. Bu kartamiz Agrobank karta, bilmagan insonlar uchun. Agrobank karta Rossiyadan ham pul tashlasa bo'laveradi, Sberbankdan ham. Tepaga Sberbank karta qo'yib qo'yganmiz. Sberbank 4279 bo'lib turibdi tepada. Ulangan nomerni ham qo'yib qo'yganmiz. Sberbank karta, ulangan nomer tersangiz qaysi bank desa o'sha Sberbank chiqadi, o'shanga Sberbankka tashlaverasizlar. Xotambek Ne'matjonov bo'lib chiqadi ikkala kartalarimiz ham. Alloh rozi bo'lsin. Kim ehson qilayotgan bo'lsa, mana shu yetimlar uchun qilinyapti. Ertaga xudo xolasa bu yil nechta pul ketganini o'sha hamma proyektlarimizda отчетini bergandek, xudo xolasa berib ko'rsatib qo'yamiz. Qolgan proyektlarimiz ham hammasinin daftarlari bor. Bundan bexijolat bo'lmanglar. Kimdirlar o'ylarkan Sheril aka. Bu blogerlarni daromadi ehson pullaridan deb o'ylarkan, yo'q unaqa emas. Mana shular tirik guvoh, mana shu insonlar, mana shu Ilhom tog'amlar aldamasa kerak. Ehsonni pulini to'g'ri ehsonga ishlatamiz.
Bizni oyligimizni YouTube o'zi to'laydi. Oyiga kamida $500, ag'i $1000, $1,500 yaxshi daromad qilsak, reklamalar bilan chiqaveradi obunachilar. Xudo xolasa, Allohga shukr, yetadi bizga yaxshi. $500 uchun Rossiyaga borib qiynalib ishlayapti odamlar. Biz oilamiz davrida mana shu yerda ham savob ishda yurib $500 topyapmiz, Xudoga shukr, bizga yetadi. Ortiqcha pul kerak emas. Shuning uchun shunaqa deb o'ylaydigan insonlar bemalol mana Shalal akamlar mana so'rasalar ham bo'laveradi. Ilhom bu. Agar bizda shubha bo'lganda bu yerda turmas, to'g'rimi? Yo'q. Bir metal turmas. Demakki, to'g'ri biz ishlasak, pulimizni olyapmiz. Ozmoz bo'lsa ham sal yo'lida qilib, xayri ichida bo'lyapti, ehsoni ichida bo'lyapti. Mana Ilhom buvam ikkita pirikdan beri boshdan oxirigacha kelyapti. Agar ko'nglimizda ozgina shubha bo'lganda biz bu yerda turmasdik. Bir metal turmas. Ishimiz ko'p, qilaveradi qilsa. Prosta oxiratni ham o'ylab qilyapmiz. Mana ko'rdik bularni anchadan beri yangi emas, 3-4 yildan beri bilamiz. Haligi gapni ayting. Hali Yetimlar uchun nima obunachilarga Hotamtoyni qanaqa deb o'ylagan soldim, men tanimagan paytingizda. Ha? Ha? Aytgansiz, o'rga $2,000-3,000 ehson pul olib bergan paytim men nima deb o'ylardim? Obunachilar eslataymi? Eslatamiz. Qadrdonlar, Shalal akam bilan ko'rishib, bo'shamagan oilani qilgan paytimizda keyin o'shanda ham uncha bilmasdim meni. Keyin uyimga kelib, domda yashashimni ko'rib, oilam bilan tanishib, dadam, ota-onalarimni ko'rib, misol ancha yaqin bo'lib qolganimizdan keyin o'zim sekinga ukam men shu Hotamjon mana shunaqa insonlarni olib keladi. U bunday bo'lganda obunachilar 5 yilcha bo'lib qoldi tanishib ko'rishganmiz. Biz ham bunaqa ishlar qilib yurardik. Bitta Bedarakda Bog'dod tumani Bedaroq ishlarida bunaqa uy qilib yotgandik. Ishlar qilganmiz, borgansa $5,000 ehsoni bilan borgan. Juda ko'p bizda obyektlarga ham ehson qilib borib turardi. Biz boshqa brigada qilib shunaqa ishlarda yurardik. Keyin meni tasavvurimda endi $5,000 deb berib ehson qilib ketib, keyingi proyektimizga yana shunaqa pullarni ehson qilganiga bu bolalarni ham haligi problemasi bo'lmagan, boydi bolalar yo'q, o'ziga to'q bolalar bo'lsa kerak derdim. O'tgan yili uyga borib ozgina qurish ishida ishladim, nima qildim. O'zimizdan oddiy Yevdar bolalardan ekan, ota-onalari ham oddiy kolxozchi bolalari, kambag'al bolalar, nima akalar ekan. O'zini ham ko'rdim, sharoitlarini, endi 8 yil bomba o'tirardi shu paytda. Shuning uchun qadrdonlar, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi-da, bu blogerlar, bu deydi-da. Unaqa emas, biz ham xuddi sizlarga o'xshagan oddiy insonlar, oddiy odamlar. Obunachilar, shuning uchun qadrdonlar qo'llab turinglar. Bu gaplarni aytayotganimdan maqsad ko'pchilik noto'g'ri tushunadigan insonlar bo'ladi-da endi. Bizda yo'q, biz ichimizda hamma tushunadigan insonlar. Mabodo yangi insonlar paydo bo'lgan bo'lsa, aytib qo'yapman. Majolat men ehsonni qilaverasizlar. Ehsonlarning o'z o'rniga ishlaydi. 27 kun bo'libdi mana shu yerda ishlayotgan Ilhom tog'a. 27 kunning ichida mana shu kartamizga tushayotgan pulni отчетini chiqarsak, o'sha kartamizga tushgan pulga bu darajada bo'lmaydi deysilar. To'g'risi bo'lmaydi. Alloh barakasini berib qo'ygan, Alloh nazarini solib qo'ygan uy. Alloh nazarini solib barakasini berib qo'ygan uyga ehson qilishlikdan teskari qarab olmaylik. Bugun Xudo xolasa jicha qo'llab olasizlar, qadrdonlar. Kecha kechqurun 9larda yetib bordim, uyga borib, endi mashinani o'chirib, uyga kirib tursam, telefon qilib turasiz. Esingizda bo'lsa, uni dala chetidagiga haligi achchiq sho'rvalar bilan oshdamlab borgan bitta labochi ukamiz bor. Ukamiz Mirzoboddan 200 ming pul berib yubordi. Omonatni beramiz, mashinada turib olib beraman. Duo qilib qo'yasizlar ekan, obunachilar o'g'li o'qishga o'tar ekan, yaqinda imtihon topshirar ekan. O'sha o'qishlarga o'tib ketsin deb so'rab qo'ydi. Hammalaringni iltimosman. Hamma o'qisin. Hamma o'qiganni ko'p qoldi zamon. Bo'lmasam qadrdonlar surpriz keyingacha videolar kuzatib davom etinglar. Yo'lida bir go'zal uchradi meni yo'limda
omadiga bino qo'yib ketar yo'lida. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Bir marta sevdim o'shal go'zalni, boshqa sevolmayman o'zga go'zalni. Bir marta sevdim o'shal go'zalni, boshqa sevolmayman o'zga go'zalni. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Rad etib haydar sevgi cho'liga. Sevaman deb chiqsam uning yo'liga, rad etib haydar sevgi cho'liga. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Qadrdonlar, bitta opamiz kelib ketdi. Tanroni sog' bo'lsin, mana shu marhamatdan. Issiq nima bo'lib ketdi, uylar to'g'ri ishchilar o'ta qizg'in ketdi. O'ta ham qizg'in ketyapti. Shularni tashlab ketdilar, Alloh rozi bo'lsin. Bugun Instagramda shu opalarimizni xursand qildik. Mana ishlashayotgan Ilhom tog'a 140 mingdan kunlik ishlashar ekan. Bir o'yin o'ynadik, Instagramga o'tsanglar ko'rasizlar. Rosa xursand bo'lishdi. Alloh rozi bo'lsin. Biz opalarni xursand qildik. Bugun mana bizni obunachilar xursand qilyapti. Haliginda ham bittasi 200 ming berdilar Bobur aka. 200 ming hisob qilib ketishmas, kompyuterda ishlatinglar deb obunachilar. Hozir opamiz shuncha narsa olib kelgani yetmaganda, yana pul ham tashlab ketdi. Opalari Qozog'istonda ekan. Uy olaman deb ishlayapti ekanlar. Duo qilib berar ekansizlar. Bizning proyektimizga o'zi uy yo'qlar, asli yetimlar uyli bo'lish uchun ehson qilish yoqadi bizga. Alloh asli insonlarni biriga ming beraveradi keyin. Issiq nima bilan olib ketdilar? Ilhom tog'a, nima deysiz? Ko'ramizmi? Ana bizning avtolar olib kelib chirilagan sarig'ini yaxshi ko'radi deb o'z tugab qoluvdi-da, Jalil aka. Oxiriga mana haligi oltarilayotgan olib kelgan o'rikni bekitib qo'yishgan ekan, ashini ichishyapti edi. Oxirgisi. Mana pul ham berib ketdilar, Alloh rozi bo'lsin. Nima deb o'ylaysiz? Ilhom tog'a nima ovqatdikmi? Ha? Ilhom bizdan battar hazır geçti ama aşkım. Endi Hamsa şekilli o. Soğusu yerden yani. Akıl yapıyorum, canşta gidiyor. Peleşki ya soğusu. Ya şurada. Peleşki var. Bu son soğusu gir. Tamam, nasıl otsu bulamız değil mi? Bunlar gibi. Kaynağlı geliyor. Hani o kovur çıkışını. Özgürlükte yok etti. Doğru mesela. Tadam. Nima degan gap endi? Buni sir yozdim, aytdi hozir mana ham ko'rib qo'yiladi-da buni. Sovutmasdan yeyish kerak. Endi u suvri dim ekan. Ana tashkalagan xonamizda go'zal bo'lib keladi mana oynasida. Mana. He. Yaxshi. Hay zo'rlanmi? Mana. Kechasi tashkalagan xonamizda yeymiz. Muzday. Aka, voy, bratan. Ya bu yerdan qanaqa qo'ylik? Allah ko'ramiz. O'tiradigan penablar, stolchalar olib kelib turibdi, qo'yib turib, opalarga ham beramiz so'ngsadan qadrdonlar, kuzatishni davom etinglar. Ya Sheril aka, surpriz kelyapti. Surpriz, ha? Siz tayyormisiz aka?
Ro'molcha bormi yo beraymi ro'molcha? Ha, durra bormi, ha? Hali. Ota yupatdi bo'ladi-yu, aka. Sizlardan bo'larmi odatda? Qizini chiqarayotganda ota yupatdi degan narsa. Ana shunaqa bo'ladi-da, oshirillik ham yupatdi bo'ladi, obunachilar. Aytib qo'ydim, surprizda bo'ladimi? Obunachilar, kutinglar surprizni videoda oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, taassurotini bilamiz. Qani taassurot, qani ta'sirlanadimi yo'qmi bu inson surprizga ko'ramiz, ha? Qadrdonlar, Sherali akani aytayotgan, Sherali aka, surpriz deb keldi. Akangga surpriz bor sizga, bilishgan yo'q-da bular. Hozir bitta ish qilamiz, obunachilar kelganda. Yo'q, tog'am, chaqirib oling. Ey! Surpriz keldi. Obunachilar, bu istashiga qilgandingiz, hal qilolmasdik deb oldik. Yo'si yoqdi. Shunday bo'ldi-da. Sement keldi. Sement? Ha, bu 5 tonna sement keldi. Ko'zbek. Nera oling? O'tdi yo'q. Mana ko'zbek tishga zo'r narsa ekan bu obunachilar. Yaxshimisiz? Xullas, endi har Rustam akam bo'lganda, Rustam akamga qilardi surprizni, endi Sherali akamga qilaveray. Bu mashina stil zo'r ekanda, agar seni ko'rib ketaverar ekansiz, boshqa hayot ko'ra olmas ekansiz. Nor tog'an kelsin. Hozir. Nor tog'an. Hozir o'z tushirib o'rsin, dam olaman, issiq. Sement keldimi? Sement, ha, 5 tonna sement. Nor tog'an. Sement bilan Sherali aka bo'ladi. Voy, Nor tog'an. Bobur aka, sement bo'lsa Bobur tushirib olsin deyapti. Bobur tushirib qo'yar. Ya sement kelgan, yo Sherali aka bo'ladi. Mashina aka bilan bor, Bobur akam bitta o'zi qiynaladi deyapti. Yarli javob, shunu. Nima bor kelyapti? Kelyapti. Qadrdonlar, sizlar ham xursand bo'lasizlar-da, bu surprizlik-ku. Sizlarga ham bir yangilik bo'ladi-da. Alloh rozi bo'lsin, lekin bu ajoyib surpriz aka. Ancha proyektda bunaqasi bo'lmagan, ishonavering. Bo'lmagan. Nagilik aytaveraman. Ilhom tog'a, keling endi bu bola kutib oldi. Ichlari qizib ketyapti. O'zim olib ketdim. Ha? Nima bo'lib ketdi? O'zim olib ketdi. Ochib turavering, men pas ko'rmayvergan aka. Ya mana qilib. Obunachilar hozir Ilhom tog'a qanilar? Hozir kelyapman dedi. Ha, bu ketyapti o'ramiz. Bobur aka yig'ilib tushmasmikan ko'pa? Tushmaydi. Men o'zim sheymikan ha? Yig'ilib tushmaydi. Men yiqilmayman. Ha, aniqmi? Yedi shakilab atanaqa. Obunachilar, Akfa keldi, qadrdonlar. Madaniyatli akalarimiz Alloh rozi bo'lsin, telefon qilishib, mana shu ishni boshlaganimizda Instagramda ko'rib olishib, YouTube kanalida kuzatishmaydi akalar. Faqat Instagramda ko'rib olishib, Alloh rozi bo'lsin. Uka, biz ana shu xonadonga nechta Akfa eshik deraza ketadi? Bizdan borib qilib beramiz Alloh uchun. Chiroylisidan qo'yamiz e'tiborlar uchun uka deb o'zlari aloqaga chiqishdi. Biz xo'p bo'ladi, razmerlarni berdim telefonni. Mana akalarimiz bir hafta bo'ldi gaplashganmiz. Bir hafta 10 kun ham bo'lgan edi, bir hafta bo'ldi olib kelishdi. Ilhom tog'a, qalay surpriz? Eng bizni o'ylantirgan katta mablag' sarf qilingan narsa edi bu. To'rtta eshik aka. To'rtta burun o'ndan eshik, 3 ta rom, fortishkalarga bor. Bular hammasi Alloh rozi bo'lsin. Keyin eng zo'rlaridan bo'lgan obunachilar akam aytdilar, chotki qilib mokrizdan qilib beraman uka, go'zal bo'ladi. Hozir trenddagi svetdan dedilar. Shu madaniyatlik, shu akvachi akalarimizni nomerlarini ham qo'ymayman. Telefon qilib rahmat aytib, qo'ldan kelgancha nima deydi, bu insonlarni ham xursand qilib qo'yinglar. Bular bizni xursand qilishdi. Telefon qilib rahmat aytib, sizlar ham xursand qilib qo'yasizlar, qadrdonlar. Va kimga mana shu Andijon viloyati bo'yicha akfa uyiga mana shunaqa sifatli akfalar qo'ydirmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilib, ashakalarimiz bilan aloqalashib, uyga qo'ydiraverasizlar. Hozir shuni o'rnatishadi. Mahsulotlarni o'zlaringiz ko'rasizlar. Yo'qsa qilasizlar, yo'qmasa endi o'zlaringiz bilasizlar.
Kelinglar. Ahmad. Olyapsan charchamasdan. Ahmad Xudoga shukur. Har safar kelganda yo'q bo'lasiz. Ha, savdo bor. Ayolga ketib qolasiz. Qani javob berdi? Ha, taniyman. Qo'la Javob berdi. Charchamas. Mashhur bo'lib ketdi, bloger bo'lib ketdi. Bir xabar olib kelyapmiz nima qilib. Yaxshi, Ahmad. Sizlar yo'q qoldi-yu, ha? Ha, xudo xolasa. Obunachilar bu insonlar kim deyishinglar mumkin. Bu insonlar mana shu ayollari menga aloqaga chiqib, "Otamjon, shu bizning mahallada shunaqa ayol bor" deb mana shu oilani menga Telegramdan tashlab bergan inson mana shu ayol bo'ladilar. Tog'am ayollari. Tog'amni o'zi ham ko'pchilik tanisa kerak. Bu inson ham xonxona odam emas. Ha, men inson huquqlari bo'yicha ishlayman. O'zbekiston Ezgulik jamiyatini Andijon viloyat bo'yicha rais bo'laman. Bu yo'limiz kelolmayapmiz, mana yonda mahallada bo'lib turib, sababi meni uyimda ham qurilish ketyapti. Ko'ryapman, o'tganda yo'q. Keyin buni onasi qaynonam tobi yo'q. Qizlar borib xabar oladi, u yoqqa yuguramiz, baqa yuguramiz, shuning uchun uzr so'raymiz, lekin talabsiz odamlarga nima qilib, odamlardan yordam so'rab nima qilyapmiz oxir. Mana pullarni bergan ekan, odamlar bergan ekan, duo qilib qo'yasizlar xalqlarga, chunki o'rtoqlari o'tirishda beradi, 3 kundan beri Oqizni kelolmaymanda. o'rtoqlari berishgan ekan, buni o'zi ham berdi, nima qilib 1 million pul ekan. Yaxshi niyatlarda aytib berishdi, niyatlari amalga oshishini oqsoqollarga aytasiz, duo qilib qo'yadi. Endi Alloh o'zi to'g'ri bildiribdi. Xudo xohlasa, rahmat. O'sha hojonalarda hammasiga rahmat aytib qo'yasiz nomimizdan. Alloh rozi bo'lsin, xudo xohlasa. Rahmat. Sog' qilamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga kuch-quvvat mana menga. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xo'p, sog' Rahmat. bo'ling. Deb turaylar. Qadrdonlar, men ko'rib olyapman shularga padak o'rniklari bilan ham. Endi aytaman bunda. Rostmi? Mehmonlar kelib qoldi. Boshqacha bo'lar ekan bu qilyapman. Padak o'rniklari bilan qilamiz endi akalar. Jamshidlar. Ha, yomon bo'larganda. Rangini qarang. Gapi Alloh rozi bo'lsin qadrdonlar. O'shuning uchun mana Instagram tarmog'ida ham kuzatinglar deyapman-da. Hozir mana salkam 200 mingga yaqin podpischik bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib turinglar. Nima desam bo'ladi? Biz obunachilarni kolичествоsi oz bo'lsa ham sifati zo'r biznikilar. Xudo xolasa. O'rnatib yuboramiz bugun. Sразу ham. Qaranglar, obunachilar hali Akfaga zakaz qilib, 1 oy kutib, keyin kelgandan keyin o'rnatmay ketib, unaqa narsa bo'lgan. Sразу o'rnatib yuborar ekan. Ko'raylik-chi bularchi? Ilhom tog'a qarang, yoqtirib surpriz. Jamshid, patinkan topildi-ku. Yo'qotib qo'ydim. Bu patinkada qancha naqa bor bu? Bilasanmi? Yoshligimizdagi patinkalar bu. Biz yoshligimizda shunaqalar kiyardik. Bu necha razmer bo'lishi mumkin uka? 16, 15. Shularga patinkangizni topib qo'ydim aka. Yoshligingizda kiygan patinka. Yoshligimda ham unaqa bo'lmagan bo'lgan. Tug'ilgan paytdagi. Romlar armani aka. Bu hali bu hali zamonaviy bo'libdi-yu, ha, romlar. Mana aka, material ajoyibmi? Ha? Hangi zo'robda ungaylar? Olib kelmay yaqin. Moda svetda bu hozir. Moda svetovka. Travertin qilsak dahshat bo'lib qolarganda, menga o'lib qolarganda. Hozir haligi yaqinda bitta jiyan uyiga shunaqa akfa qildi-da obunachilar. Hozir mana shunaqa splashnoy derazalarni, oynalarni splashnoy qilish moda bo'lyapti. Eskilarda bilasizlar, hali yarmigadur bo'ladi, ag'i boshqacha bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Hozir mana shunaqa moda bo'libdi. Hozir splashnoy bo'lib. Akam yangicha stilda cho'tka qilib beraman dedilar. Oynalari ham 2 qavat shekilli, aka. 2 qavatmi oynangiz? Ha. Haligi 2 qavat plastik ekan. Mana birinchi eshikka tusharaman, ostasi bo'lganmi? Ha, shu ko'ramiz. Mana shu eshik bilan romlarni qo'yursak, narigini qo'ymay tursa bo'laveradi bittasini. İçini to'ldiradiganimiz. Keyin o'zini to'laysizlarmi? Ha. Keyin akam strech o'rab olib turib qo'ysa bo'ladimi? O'rab turib. Nimaga kiralaymi? Nimaga desanglar obunachilar, hali addelki ishlar bor-ku. To'g'rimi Bobur aka? Addelki ishlarni bu mokriyu. Buni ehtiyot qilgan yaxshimi deyman-da. Do'stim olmaydimi aka? Yo, mana yana qis ko'chyapsiz, bola addelki bo'laradi. Ha. Endi baribir biznikilar ehtiyot o'ralmay qolsa deyman-da. Obunachilar go'zal o'tdi. Ma'lum qilmaydi. Ey, ommonniki ham mokri aka.
70 ga 2 bo'lsa kerak mana shu. 70 ga 2 hammomniki ham mumkin. Boshqa qora bo'lar ekan-a? Ha, qora qora chiqadi. Bagatiylar. Ichkalari ham qoradan. Agar nomeringizni qo'yib qo'ysak ularni bu Mamodan Andijon bo'yicha biz obunachilarga ham qilib berasizmi? Bizda ham musofirda ko'pchilik ko'radi aka. Shunaqa intelligentni romlarni qo'ydiraman uyga degan obunachilar bor niyat degan. Budjet variantini tortib, keyin segmentga ham qilib Obunachilar, hozir bo'lmasam kuzatib tursanglar. Aka ismingiz nima? Iqboljon aka. Endi tanishyapmiz o'zingiz bilan, xudoxolis. Iqboljon akamni duo qilib qo'yinglar, ishlariga rivoj tilab bugun shu akfachi akalarimiz deb nomerlarini qo'yib qo'yaman, kimga kerak bo'lsa qadrdonlar va qo'ng'iroq qilib pastki nomerga. Rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin deb duo qilib qo'yinglar, xursand bo'ladi. Keyingi akamizga shu keyingi ishlarimizda ham shunaqa yonimizda turishlikni tilab qolamiz. Kuzatinglar. Baxting qushi qo'lingda, qoqilmaysan yo'lingda, bosh bo'ladi to'yingda, ota onang bor bo'lsa. Tanu joning sog' bo'lar, uying jannat bog' bo'lar, ko'ngling cho'kmas tog' bo'lar, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga tog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga tog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa.
Mehribon mushfiq otalar, ey mushtipar mungluq onalar, farzandlar yo'lida zor ko'zlar, axir ota onadir sizlar. Ne sabab g'amxonadasizlar? Qadoq edi qo'l oyog'ingiz, quvvatga to'la chog'ingiz, tikanmidi ekkan bog'ingiz, bahor kelmay keldimi kuzlar? Ne sabab g'amxonadasizlar? Hosilingiz o'ray deganda, keksa gashtin suray deganda, rohatini ko'ray deganda, qani o'sha o'g'lu qizlar? Ne sabab g'amxonadasizlar? Farzandidan ayrilib yo'llar, yoshlarga to'ldimi kunlar, suv ichdimi chanqagan cho'llar, ko'z yoshlardan yuvilgan yuzlar. Ne sabab g'amxonadasizlar? Yozay desam ming dardu alam, yozmas hatto bosh tortar qalam, jalon ko'z yoshlar bilan yozar. Ne sabab g'amxonadasizlar? Ey mehribon mushfiq otalar, ey mushtipar mungluq onalar, farzandlar yo'lida zor ko'zlar, axir ota onadir sizlar. Ne sabab g'amxonadasizlar? Ne sabab g'amxonadasizlar? Azizlar, kim Hindiston davlatiga kelib jigar almashtirish, buyrak almashtirish, shunaqa kasalliklar bilan davolanishni xohlasa, bemalol shu pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, Hindistondagi eng kuchli klinikalarga siz tashxisingizni jo'natib, javoblarini sizga jo'natib berish xizmatlari, Hindistonga olib kelib davolatib, yana O'zbekistonga olib borib qo'yish xizmatlari bor. Tarjimonlik xizmati, aeroportdan olib kelish, gostinitsa gaplashib berish, sizni kasalligingiz bo'yicha
doktorlar bilan gaplashib berish, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Qadrdonlar bemalol mana shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Ko'pincha O'zbekistondagi bemorlar, ya'ni jigar xastaligi bilan, buyrak xastaligi bilan og'riyotgan bemorlarimiz ko'pincha aldanib qolishyapti. Hindiston davlatiga kelib, mashinliklarga uchrab qolishyapti. Sizni Xudo xohlasa shu Hindiston davlatiga kelib, hech kimga aldanmasdan davolanib, soppa-sog' Xudo xohlasa vatanimizga qaytishingizni kafolatini olamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qanaqa shu O'zbekistonda davosini topolmayotgan kasalliklar bo'lsa, shu bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shunaqa Max klinikasi bor, orqamda turibdi. Fortis klinikasi bor, Artemis klinikasi, Medanta klinikasi, Apollo klinikasi va qolgan ortopediksiy kasalliklar bo'yicha ham, ko'z kasalliklari bo'yicha kuchli Hindistondagi klinikalar bilan birgalikda ishlaymiz. Bemalol qo'ng'iroq qilavering, shu pastdagi raqamlarga qo'limizdan kelganicha siz sog'lig'ingiz uchun yordam qilamiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Hammaga Allohim o'zi shifosini bersin. Sog' bo'linglar. Ama texnologiya bo'pti, ama bu narsaga qaranglar. Bitta ham shunday yo'q, ha? Mexanizmlari ham eng injiqlaridan o'sha aka. Qani tomosha qilyapsizmi? Ichkaridagi ishlar boshlar. Qalay bo'pti? Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, bu qaranglar. Derazalari ham intelligentni oxirgi hozirgi Euro stil olibdi, bilasizlar? Bo'linmagan hol. Ha, bo'lakcha 2 qavat eng qizig'i, qadrdonlar. Hamlarini qaranglar. Ilohim tog'a qalay? Juda zo'r. Zo'rmi? Gap yo'q. Yaqinroq olib kelib. Qaranglar. Chaqirchi eshitilarmikan? Sen to'y. Chaqiringlar eshitilarmikan? Chaqiryapmiz. Voy! Voy, tamam. Bitta baqirib ko'ringchi deyapman, eshitilarmikan? Baqiryapmiz-ku. Baqirasizlar? Eshitmas ekan. Xato demayaptim. Yana ham uni ochiq tepalarga bekilib qolsa bori. Bekilib qolsa. Qo'shniga o't ketsa ham eshitilsa ekanda. Gap yo'q. Qadrdonlar, eng qizig'i bu 2 qavatdan olgan kilonkalar ham bemalol addelka qilayotganlaringda qo'rqmay ishlataverar ekansizlar. Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar, mana akalarimizni o'zlari ham shu yerda keling aka. Do'st bo'lsang yonimda tur deydi-ku. Keling. Shogirdlarimni Alloh rozi bo'lsin. Akam bizni YouTube tarmog'ida kuzatmaydi. Bizni Instagramda shu bir dona videomizni ko'rib olib, mana yerda jizlatganda Allohim diliga solgan. Biz ham imенно mana shu proyektimizda Sherali aka, kelingda, mana shu proyektimizda Sherali akamga boshlanganda, mana shu uyimiz boshlanganda tramvay o'tib ketyapti. O'zimizga tekkan qilib, bularni ham to'g'ri tushunish kerak. Bayk esishlaydimi, qurpoq ishlaydimi, shunaqa bo'lyapti. Sherali akamga aytganim, qadrdonlar, Sherali aka shu proyektda shu haligi o'tgan safar ham akfalarda rosa qiynaldik, ruchkasi to'g'ri kelmagan, boshqa bo'lgan. Sherali akam bunday qilib turib oladi, balgarkada haligi uzun boltini kesib, boshqatdan qatirardi. Keling aka, mana shu proyektda shunaqa mustahkam, chiroyli akfachini topib, chiroyli qildiramiz, chunki haqiqiy insonni joyi dedim. O'sha gapni gapirdim sizga, to'g'rimi? O'shandan keyin ertasiga bu inson telefon qilib, "Uka, men qilib beraman mana shu yerda" dedilar. Juda xursand bo'lganman. Allohim o'zi chevarligini shu chetdan bilsa bo'lar, qadrdonlar. Ilhom tog'am ham o'ta xursand bo'ldilar. Biz ham xursand bo'ldik aka. Ishlaring bardavom bo'lsin. Bunaqa ishlarni qilishar ekan, shunaqa ishlarni bemalol obunachilar murojaat qilaverasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Bu aslida shunaqa uyingizga, pulga haqiqiy o'sha zakaz qildirsangiz, bu narsalar qimmatga bo'ladi. Oddiy mana ruchkasi bilan haligi bog'botdagi eshiromlarning ruchkasida farqi bor. Ancha ruchkasining o'zida endi mana qolganlarni mana ham kifotiga shekilli. Juda sifatli, chiroyli. Alloh rozi bo'lsin akam. Ehsonga deganda bunaqa ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi, desa bo'laverardi. Lekin haqiqiy yurakdan eng zo'rlarini qo'yib kelibdi obunachilar. Bugun kommentariyada yutib ko'rmasdi akam. Keyin mana shu insonni yutib ko'radigan qilamiz bugun. Kommentariyada akamizni, ya'ni akfachi ukamiz deysizlarmi, akamiz deysizlarmi, shu chiroyli qilib duo qilinglar. Ismlari Iqboljon akammi? Iqboljon akamni duo qilib, chiroyli qilib kommentariyada duo qilinglar. Buni hisoblaganda hazilakam pulga bo'lmaydi obunachilar. Buni biz sizlar bilan qilish uchun 3 ta efir qilishimiz kerakmi, 4 ta efir qilishimiz kerakmi, uxlamay 2 soatdan. O'shanda ham obunachilar tashlasa. To'g'rimi Ilhom tog'a? Lekin bir deganda Alloh masha akamni qalbiga solib bo'lib ketdi shu narsa. Duo qilinglar, ilohim akam har proyekt qilganimizda Xudo xolasa shu yetimlar uchun
hissa qo'shaman degan insonlardan bo'lsin. Allohim shunaqangi davlatini berib qo'ysin bu insonga, sig'dira olmay qolsin. Faqat tarqatib yuraversin. Sherali akani duo qiling. Ilhom tog'anga aytsam Sherali qilsin duo deyapti. Ilohim Rashid ukamizni ham ishlarini rivojini bersin. Nimaiki orzu-niyatlari bo'lsa, amalga oshsin. Parvardigorim jannatlar bilan siylasin bu ukamizni. Shogirdlarini ham mana ishlarini rivojini berib, katta ustalar bo'lib ketsin. Topganlari oltin bo'lsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga ishlasin topganlarini Parvardigorim. Hojilarga borsin, hoji akalar, hoji onalar, ota-onalarni olib borsin birgalikda Parvardigorim. Allohdan so'rab qolamiz mana shu ukamizni ham ishlarini rivojini berib, yaxshi ishlarda mana shunaqa ehsongo'y bo'lishni nasib qilsin Parvardigorim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar min rahmatika ya rahmat. Andijonda madaniyat degan joydan kelishdi akalar. Alloh rozi bo'lsin. Aka Rahmat. Kelibdilar. Rahmat. Salomat bo'ling. O'zim qiziqdim obunachilar. Katta sex ochishib Ilhom tog'a akalar. Mana shunaqa profillarni olib kelib, o'zlari qilib, optim qilishar ekan. Sog' bo'linglar akalar. Xo'p. Ha. Obunachilarga anaqa bo'ladi. Andijonda sifatli narsa olaman degan obunachi ko'p-da, mana obunachilarning ichida. Uyimga sifatli zo'ridan qo'ydiraman. Haligi ertaga eshilib ketadigan, boshqasidan emas, zo'ridan qildiraman degan insonlarga akani sexiga men o'zim boraman. Hali bu sizlarga reklama biz tavsiya qilgan, xudo xolasa. Keyinlarda qadrdonlar, bu insonlarga o'zi reklama kerak bo'lmasa kerak, ular o'zi bunaqa sifatli mahsulot qilgandan keyin klient o'ziga yarasha bo'ladi. Ilhom tog'a mana uyda uydagi opani bizga aytgan aka bilan opa kelib ketdi-yu. Inson huquqlarini nima qilish raisiman dedilar, nima deb qilish raisiman deb esma chiqib qoldi. O'sha kelganmi? Ha. Ayollar bilan keldi. O'sha ayollarimni kirib o'tganda mana shu opamiz mana shu yashashini aytib, o'sha o'tirishda o'tiradi, ya'ni o'tirishlari bor ekan, osh gap deydimi, ha? Toshkentlik hojonalar Asha gapga boradigan hojonalar 1 million to'plab berib olishibdi. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Undan keyin bir opamiz chiqdilar, bir kuni ham pul berib ketuvdilar. U opamizni mana shu maktabda ishlasalar kerak, men adashmasam, 13-maktabda ukalari bor ekan musofirda. Ilhom tog'a, ukalari musofirdan $100 berib olibdi. Ismlarini aytishni xohlamadilar. O'zi ukalari ham shu maktabda o'qigan ekan. Bu mana nari qishloqda, yonimizda qishloqda, o'zlari musofirda ekan, Rossiyada menimcha adashmasam. Keyin mana 200 mingda Ama 200 mingda haligi somsob degan sinimiz berib ketdi. Opamizning sinimizmi? Ular berib ketishdi. Undan tashqari yana 200 ming so'm yana bitta opamiz berib ketdi, Alloh rozi bo'lsin. Uni haligi ishchi opalarimizga berdik. Qadrdonlar, ehsonlaringizni dargohingizda qabul qilsin Allohim o'zi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turlar. Uyimizni stashkasini naqasini qilyapmiz. Suvagina, obunachilar aytlar, tekizlardi. Ertaga ayvon deyapsizlar. Bir opamiz $100 bergan ayvon uchun deb, bu $100 yetmaydi ekan. Ayvonni intelligentnisidan, uni akvalarga yarashadiganidan qilaylik deyapman, birovlar. Mana shu yerga ayvon bo'ladi. Mana bu yerga ustun qilamiz, xudo xolasa, bu yerga ustun qilib, mana shu beton ayvon bo'ladi. Bitta so'ri qo'yib qo'ysin, ichida qanaqa turadigan ayvon harakat qilamiz. Faqat sizlar qo'llasanglar, o'sha $100 ga qo'shamiz ayvon uchun desanglar. Bo'lmasa qila olmaymiz, qadrdonlar. Ba'zi ishimiz juda ko'p. Hozir mana bu xonaga pol qilishimiz kerak. Mana bu xonaga ham pol qilishimiz kerak bo'layapti. Nimaga deganda, bugun ustalar bilan gaplashsam, ustalar bilan emas, o'sha Madikor bozoridagi akalar bilan gaplashsam, 1 million beramiz, keyin to'ldirib beramiz deyapti. Nima qilinglarda? Ana xona chuqur, 1 million bersangiz keyin to'ldirib beramiz. Bu ko'p narsa ketadi deyishyapti betga. Shuning uchun qadrdonlar 1 million ularga berib, to'ldirib, keyin yana stashga qilsam, o'sha polni puliga borib olyapti ekan. Undan ko'ra Ilhom tog'am, Xotam tog'a, obunachilarga aytaylik, ozgina qo'llab olishsa, pol qilib qo'ya qolganimiz ma'qul emas, mana shu ikki xonani deyaptilar. Bu xonaga barkalarimiz chiqib qolar ekan, nima, laga degan.
lagerlarimiz. Mana xonaga olishimiz kerak sizlar bilan. Shunga xaridorlar bugun poliga o'rnab qo'yinglar. Jam bo'lmasa kechga efir qilamiz. Endi iloji yo'q. Poliga. Keyin abdelka ishi. Mana akalar qoldi. 10-kuni kvartiradan chiqib ketishimiz kerak edi. 10-kunga turib hech bitta xonani ichini bitkazib kelib olmasak, ko'chada qolamiz marhamatda qadrdonlar. Marhamatda ko'chada qolgan blogerlar degan video chiqarib o'tirmaylik. To'g'risi. Bir zamonlar ekan duo qilib o'g'il o'qishga kelgan ekan. Hali aytdim, akalar. O'sha akani ham duo qilib qo'yinglar, o'g'illari imtihondan o'tishi kerak ekan. Mashxonani chiroyli qilib rodbin kerak bo'ladi. Hozir 20 qop rodbin kerak ekan bizga obunachilar. 20 qop. Bitta qopi uni 50 ming so'm turadi obunachilar rodbinni bir qopi. Xo'p, 20 tasi shunda 1 million bo'lyaptimi? 1 million so'mlik rodbin kerak bizga ertalabga srochniy obunachilar. Chunki mustashka ham bo'laveradi, ichkani ham bo'lishi kerak. Yakshanba kunga ko'chib kelmasak, bizni kvartiradan haydab olishadigan bo'lsa, men so'rida ayozda yotishimizga to'g'ri keladi. Qo'llab-quvvatlab oylar, ozgina, toma ko'l bo'lur. Xotinjon muncha jon kuydiryapti demanglar. Tezroq bitiraylik, 1 oy bo'ldi. 1 oy cho'zilib yurmasdi-ku sizlar bilan. Tez bitiraylik. To'g'ri, endi bu yerda katta ishlar bo'ldi-yu, lekin biz sizlar bilan bir kuchimiz-u. 100 halkam 100 mingmiz obunachilar. Obuna bo'lmayotgan bo'lsalar ham. 100 ming odam endi qarab tursa uyat to'ladi-da. Shuncha chiroyli ish bo'layotgandan keyin qo'llab-quvvatlab oylar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin bizga. Like bosib, mana pastdagi kartalarga befarq bo'lmanglar. Jonli efir qilib, bugun xudo xolasa mablag' yig'ishga harakat qilamiz. Efirsiz ham tashvoringlar, hojonalar, akalar, opalar. Allohim sizlarga mingni bersin. Kim 5 ming so'mdan bir dona nonni pulini bugun mana shu oilaga ehson qilsa, Allohim ertagili kunga o'sha insonga o'sha 5 mingni kamida 5 million, 500 million qilib qaytarsin Allohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.